15 marta dori bilan bola tushirgan, nima deyapsiz? Siz xo'jayinlarisiz, nahotki siz ham kontratsepsiya uchun konsultatsiyaga olib bormagansiz ayolingizni? 15 marta ayol qanday homilani tushirishi mumkin? Men hayronman. 15 martalab ayol tabletka ichib bola tushirgan. Hozir qon ketishdan qatga boring deyishyapti. Bu qanaqasi kontratsepsiya degan so'zni bilasizlarmi? Homiladan saqlanish. Lekin homiladan saqlanish deganda biz faqatgina erkak kishiga rezina vositasini ishlatishni o'ylaymiz. Bu noto'g'ri. Lekin oilada 4 ta 5 ta bola bo'lsa, ayol yana ham yugurib borib, menga o'xshagan ginekologlarga tabletka bering, bolani tushirib deydi. Har homilani tushirayotganda ayol qon ketishdan aziyat chekadi. Hozirgi paytda bizda zamonaviy kontratsepsiyalar bor. Siz faqat spiral haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, bu noto'g'ri. Spiral bu massiviy, o'sha ayol o'zi kontrol qila olmasa, dorisini icha olmasa, implantini qo'yishga shifokorga murojaat qila olmasa, zamonaviy metodikalarni bilmasa, albatta spiral qo'ydiradi. Lekin spiral asoratlari ham bor. Qon ketishi bor, og'riq berishi bor, shamollash chaqirishi bor. Yaxshi agar spiral to'g'ri kelsa. Agar spiral to'g'ri kelmasa, bu degani abort qilish emas-ku. Spiraldan tashqari implant bor. Transdermal plasterlar bor. Ring bu maxsus kaltso, maxsus dumaloq shaklda bo'luvchi qinga ishlatiladigan uzuk deymiz, lekin u shunchalik yumshoq uzuk deb ham ayta olmaysiz. Qinga hayzi 5-kuni qo'yiladi, 28-kuni olinadi. Ayol o'zi bu narsani amalga oshiradi. Undan tashqari ishlatiladigan dori vositalar bor. Tabletkalar butun Yevropa isbotlab berdi. Eng zamonaviy, zarar yetkazish bo'yicha eng past nuqtada turadigan va tabletka ishlatayotgan ayollarimizda homila bo'lib qolish vaziyati eng past. Albatta murojaat qilinglar va eng kuchli kontratsepsiya vositalarini biz shifokorlardan bilinglar. Agarda meni fikrimga qo'shilsangiz yoki qo'shilmasangiz, o'z fikringizni kommentariyada tashlab keting.